Bergani ham sinov edi, olib qo'ygani ham sinov bo'ldi deydi. Xotirjam turadi. Men shukr keltirib, sabr qilib rozi bo'lay, Alloh bundan ziyodasini beradi deydi, xotirjam bo'ladi. Bismillahirrohmanirrohim. Alhamdulillahi robbil alamin. Val aqibatu lil muttaqin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad as-sadiqul wa'dil amin. Allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma. Allahumma arina al-haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arina al-batila batilan warzuqna ijtinabah. Waj'alna mimman yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsana wa adkhilna bi rahmatika fi 'ibadika as-salihin. Amma ba'd, assalomu alaykum va rahmatullohi ta'ala va barakatuh. Bismillahirrohmanirrohim. Tazkiyatun nafs darslaridan muhabbat mavzusini gaplashyapmiz. O'tgan darsimizda olinadigan xulosalarni qisqacha takrorlab qo'yamiz. Alloh bilan Allohning mo'min bandalarning o'rtasida bir aloqa bor. Bu aloqa muhabbat deb nomlanadi. Alloh mo'min bandalarga muhabbati qattiq, mo'minlar ham Alloh taoloni yaxshi ko'rishadi. Ibodat. Biz bu dunyoga ibodat qilish uchun keldik. Va ma xalaqtul jinna val insa illa liya'budun dedi Alloh taolo. Jinlarni ham, insonlarni ham menga ibodat qilish uchun yaratdim dedi. Ibodat nima edi? Alloh taologa muhabbatli bo'lib turib bo'yinsunish. Allohning buyruqlarini bajarayotib turib, muhabbat bilan bajarsak, bu ibodat deyiladi. Agar Alloh taoloning buyruqlarini bajarsak-ku, ammo muhabbat bo'lmaydigan bo'lsa, bu nima deyilardi? Toat deyilardi. Shuning uchun odamlarning qilayotgani ko'pchiliginiki ibodat emas, toat bo'layotganligi uchun mana shu qilayotgan amalidan ko'zlangan maqsadga yetishmayapti. Xulosalardan bittasi, hamma narsadan avval mo'min banda Alloh va Rasulini yaxshi ko'rishligi kerak. Payg'ambarimiz aytdilar: "Ala la imana liman la muhabbata lah." Ogoh bo'linglar, muhabbati yo'qning iymoni yo'q. Allohga muhabbati yo'q odamni iymoni yo'q deyilyapti. Ya'ni kofir emas. Bu odamning iymoni chola iymon, komil inson emas, iymon emas. Xulosalardan bittasi, Rasululloh aytdilar: "Al-mar'u ma'a man ahabba." Inson qiyomat kunida o'zi yaxshi ko'rganlari bilan birga bo'ladi. Kimni yaxshi ko'rdik? Allohni yaxshi ko'rdik. Muhammad alayhisalomni yaxshi ko'rdik. Sahobalarni yaxshi ko'rdik. Tobiinlarni yaxshi ko'rdik. Ulamolarni yaxshi ko'rdik. Mo'minlarni yaxshi ko'rdik. Inshaalloh qiyomatda shularning qatorida bo'lamiz. Biz mo'minlarni yomon ko'rmaymiz. Olingan xulosalardan muhabbat bir narsa, rahmat boshqa narsa. Alloh taoloning rahmati mo'minga ham kofirga ham birdek berilaverdi. Mo'min bo'lsin, kofir bo'lsin, rizqini yeyapti. Alloh sog'ligini bergan. Dunyoviy maishatini Alloh taolo beraveryapti. Bu Alloh taoloning rahmati hammaga teng. Ammo muhabbati faqatgina kimga? Mo'minlarga nisbatan bo'ladi. Mana shu o'tgan ikkita darsimizni xulosalari edi. Bugun 3-darsimiz. Mo'min odam Allohni yaxshi ko'radi, o'zini borlig'ini Allohga sotadi. Ana shunday bo'lsagina Alloh taolo shu bandaga hamma narsani beradi. Qaytarib aytamiz. Vaqtingizni, kuch-quvvatingizni, o'yingizni, fikringizni, qalbingizni hammasini Allohga topshirasiz, shunda Alloh sizga hamma narsani beradi. Chunki Robbimiz subhanahu va taolo siz bilan bizdan shunday bir muhabbat bo'lishini xohlayapti. Hadis qudusiga quloq solamiz. Yagona bo'lgan Allohga qasamki, bu ayni haqiqat. Alloh taolo aytadi: "Man shaghalahu zikri am mas'alati a'taytuhu fawqa ma u'ti as-sa'ilin." Kimni mening zikrim mendan hojatini so'rashlikdan mashg'ul qilsa, men u bandaga so'rovchilarga berganimdan ko'ra kattaroq narsani ato qilaman. Doim zikrda duo qilib so'rash esdan chiqib qolyapti ba'zida. Qo'lini ko'tarib so'rayman deganda nimani so'rash kerakli esidan chiqib qolyapti. Doim zikrda, doim band. Bu banda Manavi atini aytib so'rayotganlardan ko'ra yaxshiroq narsani oladi, deyapti. Qo'lingizni ko'targanda ba'zida esiga kelmay qoladi, bilasizmi? Tilingiz aylanmay qoladi. Sizga nima yaxshiligini Robbingiz biladi sizdan ko'ra. Siz menga mana bu narsa yaxshi deb so'raydigan narsangiz bor.
Siz bilmaysiz uni oqibati sizga yaxshi bo'ladimi, yomon bo'ladimi? Bilmaysiz uni. Ammo Alloh biladi. Shuning uchunchi doim qo'lni ko'tarib so'rash esimizga kelmayotgan bo'lsa yoki doim so'raolmayotgan bo'lsak ham zikrda yuraveraylik-da. Robbimiz aytayapti. Meni zikr qilish shunaqa ovora qilib qo'ydi bu bandami? Nimani so'rash kerakligi esdan ham chiqib qoldi. Hech narsa emas. Chunki aytib deb so'rayotganlardan ko'ra kattaroq narsani beraman deyapti. Ya'ni agar Allohning zikri, Allohning toati sizni mashg'ul qilgan bo'lsa, odamlarga xizmat qilish, haloyiqqa foydam tegsin degan narsa sizni band qilib qo'ygan bo'lsa, Alloh aytayaptiki, ey banda, sen meni rozi qilishingdan ovora bo'l. Bandalarimning xizmati bilan ovora bo'l. Sen so'ragandan ziyodasini beraman. Alloh taolo aytadi: "Ey banda, sen men uchun men xohlagandek bo'l. Men sen xohlagan ishlarda sen aytgandek bo'laman." Qaytariya. Ey odam bolasi, sen men uchun men xohlaganimdek bo'lgin. Men sen uchun sen xohlagandek bo'laman. O'zingga nima kerakligini gapirmay qo'yaver shunda. Voy buni-chi totib ko'rish kerak, birodarlar. Buni totib ko'rish kerak. Buni tushuntirib, masalan, asalni ta'riflab ber desa, 1 yil gapirsin, 1000 marta holva deng. Og'zingizda holvani ta'mi, shirasi paydo bo'lib qolmaydi. Uni totib ko'rishlik kerak. Shuning uchun aytamiz, ey Parvardigor, seni topgan banda nimani yo'qotibdi? Seni yo'qotgan banda nimani topibdi? Alloh taolo hadis qudusida marhamat qilyapti. Iza sallamtali fima urid kafaytuka ma turid. Agar ey bandam, men xohlagan narsada menga taslim bo'lsang, sen xohlagan narsada men sen uchun kifoya qilaman. Va in lam tusallim li fima urid at'abtuka fima turid. Men xohlagan narsada menga taslim bo'lmasang, sen xohlagan narsada seni mashaqqatga solib qo'yaman. Summa la yakunu illa ma urid. Shundan keyin faqat men aytgan bo'ladi deyapti. Yetmaydimi shu? Sen meni rozi qilishlik g'ami bilan yasha, qolgan g'amingni menga qo'yib qo'y deyapti. Mana eshitdingiz, ertaga chiqib turib hamma g'amni tashab, Allohni rozi qilishingni birinchi g'am qilib boshingizga kiyib oling-da, qarab turing. Ammo sirazi kelishini kutmang. Orada vaqt o'tish kerak. 1 yil o'tar, 1 oy o'tar, 1 oy o'tadimi, domla? Bermasa nima qilasan? 60 yil o'tadi, bermaydi. Bizning muammo nimada? O'sha Alloh aytgan, payg'ambar aytgan narsani qilib turlar, qarab turamizda, qayerdan kelib qolar ekan? Kelmayapti-yu. 1 oy bo'ldi, 1 oydan beri aytayapman, kelmayapti. Rasul aytadilar: "Yustajabu li ahadikum ma lam yasta'jil." Shoshiltirmasanglarla, shoshilib ketmasanglarla ijobat bo'ladi. So'raganinglar beriladi. Ya Rasululloh, qanday qilib shoshiltiramiz? Qanday qilib shoshib ketamiz? Sizlardan bittanglar Allohdan hojatini aytib so'raydi, keyin aytadiki, Allohdan so'radim, bermadi deydi. Mana shu odam shoshiltirdi, endi so'ragani berilmaydi. O'ylang, bugun duo qilsa ertaga kelaversa. Bugun zolim zulm deb turib ertasi kuni bo'yni uzilib ketaversa, darrov ko'rinib qolsa natijasi, unda hamma musulmon bo'lib ketadi. Hech kim zolim bo'lmaydi. Ana shu qilgan duoingizni ijobat bo'lish uchun vaqt o'tish kerak. Ana shu zolim zulm qildi, uni duoibat qildi, uni qarg'adi biroq. Bu duosi ijobat o'tish uchun nima bo'lish kerak? Vaqt o'tish kerak. Ana shu vaqtni o'tishligi siz bilan bizning iymonimizni sinaydi. Muhammad alayhisalom Allohning eng suygan bandasi, Ka'bani oldida sajda qilib turganlarida mushriklar kelib ichak-chavoqlarni, qo'yni, molni ichak-chavog'ini tashab qo'yishdi. Rahmatan lil alaminga. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam namozni tugatdilar. Haligilar qilib qo'ygan ishidan xursand bo'lib, kulib, bir-biriga suyanib qolishdi. Holi qurib kulgudan. Rasululloh keldilarda nomma-nom aytib haligilarni qarg'adilar, duoibat qildilar. Nima? Ertasi kuni darrov bo'yni uzilib ketdimi ularni? Oradan 3, 4 yoki 5 yil o'tdi, Badrda yer tishladi bular. Muhammad alayhisalomning duosi ijobat bo'lishligi uchun, ya'ni mazlum bo'lib turib qilayotgan duosi ijobat bo'lish uchun vaqt o'tish kerak bo'lsa, siz birodar nimaga ertasi kuni kutyapsiz kelishini? Demak, shoshilmas ekanmiz, Alloh nima qilar ekan? Ijobat qilar ekan.
Birodarlar, muhabbat mavzusi juda ham jiddiy, qiyin mavzu. Agar sizga asalni ta'riflab ber desa, qanday ta'riflaysiz? Ketdi, ta'riflayapmiz. Asal qanaqa? Shira, suyuq, qo'yiq, bor u ham. Burunni kesadi hidi, yopishqoq, ochib qo'ysang hasharotlar keladi. Xo'p, bir odam asalni ta'riflab 5 ta kitob yozdi. Lekin shu 5 ta kitobni o'qigan odam asalni mazasi qanaqa ekanligini idrok qila oladimi? 5 ta kitob o'qimasin, ta'riflamasin, bir qoshiq bersin, shuni yeb ko'rsin-da, bo'ldi, asalda nimaligini biladi. Xuddi shunga o'xshagandek, lillahil matalul a'la, xuddi shunga o'xshagandek, Allohga bo'lgan muhabbatni biz har qancha ta'riflab bermaylik bir-birimizga, uni bir marta totib ko'rmabsizmi? Muhabbatni ta'rifini eshitgan odam bilan muhabbatni o'zini totib ko'rgan odamning o'rtasida qancha katta farq bor? Totib ko'rganmisiz shuni? Totib ko'rganmisiz? Totgansiz, esdan chiqib qoladi. O'sha hojatingizni aytdingiz, yillar davomida ijobat bo'lmadi, bir kun keldida bir ish bo'lmoqchi bo'ldi, salgi narsani xohlamadingiz. Falon joyga borib keling dedi, unamadingiz, qisqa yurib, bo'g'i yurib olib ketishdi. Boruvdingiz, problemangiz hal bo'lib qoldi. Ana o'sha yerda muhabbatni his qilgansiz. Parvardigor, sen shu problemamni hal qilib beray debsan, shu hojatimni beray debsan-u, men xohlamasam ham nima qilib qo'yibsan? Bir tonna tilla dedi bir kambag'al odam. Bir tiyini yo'q. Endi bir odam haqiqatan bir tonna tillasi bor. Ikkalasi ham bir tonna tilla dedi. Endi bir tonna tillasi bor odamning holati bilan bir tiyini yo'q odamning holati bir xil bo'laveradimi? Shuning uchun birodarlar, Allohga muhabbatim bor deb hamma gapiraveradi. Allohni yaxshi ko'raman, Allohga muhabbatim bor deb turib, insonning qalbida iztirob, qo'rquv, xavotir, siqilish, g'am turibdimi? Demak, bu da'vosi yolg'on. Allohga muhabbati bor odam iztirobda bo'lmaydi, siqilishda, g'amda bo'lmaydi. Mana endi tushunyapsizlarmi muhabbatning nimaligini? G'am yo'qmi qalbimizda? Bor. Siqilish yo'qmi? Bor. Noshukurchilik, norozichilikchi? Albatta bor. Demak, hali biz muhabbatni nima qilmadik? Totib ko'rmadik. Ammo Allohni fe'lan yaxshi ko'rgan bo'lsang, haqiqatan qalbingda Allohga nisbatan muhabbat bo'lsa, Alloh seni qalbingga nurni ato qiladi. Tilingga hikmatni beradi. Buni totib ko'rsang keyin bilasan. Insonning ruhiy holati chatoq bo'ladigan bo'lsa, stress bo'ladi, infarkt bo'ladi, insult bo'ladi. Mo'min odamchi Allohga muhabbat bilan qalbi to'lib toshgan bo'lsa, Alloh beruvdi, Alloh oldi deydi. Bergani ham sinov edi, olib qo'ygani ham sinov bo'ldi deydi. Xotirjam turadi. Men shukr keltirib, sabr qilib rozi bo'lay, Alloh bundan ziyodasini beradi deydi, xotirjam bo'ladi. Astagfirullah. Va la tahinu va la tahzanu va antumul a'laun in kuntum mu'minin. In kuntum mu'minin. Agar sizlar mu'min bo'lsanglar, kufrga qarshi kurashda sustlashmanglar va Uhud jangida mag'lub bo'lganligingiz sababli g'amgin bo'lmanglar. Agar haqiqiy mu'min bo'lsanglar, sizlar oliysizlar deyapti. Agar haqiqiy mu'min bo'lsanglar, agar qalbida Allohga muhabbati chin bo'lsa, Alloh bu mu'minning qalbiga quvvatni beradi. Bu hech qachon tushkunlikka tushmaydi. Alhamdulillah, Alloh taolo bu eshikni yopsa, rizq eshigini, boshqasini ochadi deydi-da, hali do'konda egalari nomard bo'ladi ko'pchilik o'rinda. Ha, bo'lmaydi do'koni borlar. 1 yilga dogovor tuzasan, yarim yilga yetgandan keyin ko'taramiz dogovor nima deydi, arendani deydi. Shunga guvoh bo'lganlar qo'l ko'tarib qo'yinglar. Yomon alam qilganmi? Aka, dogovor qildik ya, shunaqa bo'lib qoldi uka deydi. Harom haligi odam qilayotgan ishi. 1 yilga dogovor qilding. 10 ming so'mdan senga 120 ming beradi. 1 tiyin oshchoq olsang harom. Shunda siz ma'naviyatingiz cho'kmasin. Jiling, o'zimiz qiladigan bo'ldik. Do'kon yurguchi qo'yib berdi, klient o'rgatganingizdan keyin jiling deyapti. Как будто sizni rizqingizni olib oladigandaqa. Va sizni ham muammoingiz как будто sizni rizqingizni olib oladigandaqa his qilyapsiz. Ha, Alloh bu eshigini yopsa, nima qiladi? Ketormisizmi xotirjam? Ha, mehnat qildik, ha, achinamiz, lekin demak Alloh shuna bo'lishini xohlabdi, ketaverasizmi? Buni nimasi bor? Nima u?
Nima u hikmat? Tushunyapsizlarmi? Allohga qalbida muhabbatda sodiq, chin bo'lgan odam Alloh bu bandaning qalbiga xotirjamlik solib qo'yadi. Akaxon, ishingiz orasida jonim olarmidingiz? Bu alamdan aytiladigan gap bizniki. Chunki boshqa gap qolmadi aytadigan. Yo siz uni boshida ayting. Aka, rizqimiz Allohning qo'lida. Sizni do'koningizmi, sizni ishxonangizmi, boshqa yerda ham rizqimizni ko'raveramiz. Chiroyli muomalangizni qilavering. Yo agar jilishimizni xohlayotgan bo'lsa, bu hiylani kerak, yo shuni berib ketaveramiz. Agar seni qalbing Allohga bog'langan, unga muhabbatli qalb bo'ladigan bo'lsa, seni ma'naviyating, ruhiy holating albatta oliy va doim baland bo'ladi. Tushkunlikka tushmaysan. Muhabbat nima? Muhabbat sobitlik va doimiylik. Muhabbat nima? Muhabbat mag'iz ma'nosida. Ayrim ulamolar aytishadi, muhabbat dinning mag'izi. Dinning mag'izi. Iymon nima? Iymon Allohga muhabbatingni bor bo'lishi. Uni yaxshi ko'rishing. Hadisda aytilganidek. Muhabbatning ma'nosi saqlashlik va to'xtashlik. Allohga muhabbati bor odam Allohning hududlarini saqlaydi. Alloh to'xta degan joyda nima qiladi? To'xtaydi. Mo'min odamdan yaxshilik kutsa bo'ladi. Chunki uni to'xtaydigan joyi bor. Bir chegara borki, qizil chiziq o'sha borgan to'xta u yog'iga o'tmaydi. Undan xotirjamsiz. Urushadi, g'iybatingiz qiladi, so'kadi, lekin u yog'iga o'tmaydi deysiz. Chunki muhabbati borda. Uni nimasi bor? Qizil chizig'i bor, u yog'iga o'tmaydi. Ammo mo'min bo'lmagan odamdan hamma narsani kutsa bo'ladi. Muhabbat nima? Muhabbat bu ichki tuyg'u. U ko'zga ko'rinmaydi. Ammo u tuyg'uni bizning zohirimizda ko'rinishi bo'ladi. Qalbda nima bo'lmasin, albatta u narsani aksi ustimizda ko'rinadi. Qalbda nima bo'lsa, zohirda shu narsa ko'rinadi. Muhabbatning ta'rifi. Turli ta'riflar kelgan, shundan bittasi muhabbat qalbning doimiy moyilligi. Qalbni doim Allohga moyilligi. Munofiqlar, nifoq ahllari Allohni unutishadi. Dunyosiga sho'ng'ib ketadi. Mushkullar bilan ovora, dunyosiga kirishib ketgan. Ammo iymon ahllari esa doim Allohni zikr qilishadi. Chunki Robbisini yaxshi ko'radi. Kim bir narsani yaxshi ko'rsa, shu narsani ko'p zikr qiladi. Shu haqida ko'p gapiradi. Siz nima haqida ko'p gapirasiz? Xo'p, biz nima haqida ko'p gapiramiz? Variantlar. Futbol, mashina, tijorat. Demak, shu narsani yaxshi ko'ramiz. Endi sizni majlisingiz, sizni ulfatlaringiz nimani ko'proq eslashadi? Demak, shu narsaga muhabbati bor. Demak, u haqida gapirmayapmizmi? Demak, unga nimamiz yo'q bizni? Muhabbatimiz yo'q. Muhabbat har holatda Habibning yo'lida bo'lishlik. Endi qalbida muhabbati bo'lmagan odamlar masjidga kirganda namozni qiyomaga yetkazib o'qiydi. Sunnatlari bilan. Endi uyiga borganda nari-beri o'qib qo'yadi, sunnatni o'qimaydi. Demak, muhabbat yo'q. O'zini shahrida bo'lganda taqvoli, qoraka, assalomu alaykum, mashalloh, inshaalloh, illo billoh deb yuradi. Lekin boshqa mamlakatga yoki boshqa shaharga borib qoladigan bo'lsa, boshqa holatda. Demak, muhabbati yo'q buni. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam aytadilar: "Man lam yakun lahu wara'un yasudduhu an ma'siyati llahi idha khala, lam ya'ba Allohu bi shay'in min amalihi." Kimning yolg'iz qolganida uni haromdan to'sadigan taqvosi bo'lmasa, Alloh uning qilgan amalidan birontasiga qaramaydi. Yolg'iz qolganingizda ham sizni gunohdan to'sadigan taqvoingiz yo'qmi? Sizni Alloh taolo bitta ham amalingizga qaramaydi. Kimligingizni yolg'izligingizda biling. Kimligingizni uyingizda biling. Kimligingizni televizorda oldida qolganingizda, telefoningiz bilan qolganingizda shunda biling kimligingizni. Muhabbatni belgilari. Allohga oshiq banda, Allohga haqiqatan qalbida muhabbati bor banda ozgina gunohini ham ko'p deb biladi. Ko'p savobini ozgina deb biladi. Shunaqamisiz? Yana bitta belgisi, toatni o'ziga lozim tutadi, ma'siyatdan uzoq bo'ladi. Yana belgisi,
borlig'ini mahbubga beradi. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam sahobalarga qo'shin tayyorlashlik uchun infoq qilinglar dedilar. Pul olib kelinglar qo'shinni jihozlagani. Shunda Abu Bakr Siddiq hamma pulini olib keldi. U kishiga aytilinmaganida hamma pulini olib keldi. Bir qismini olib kelsa bo'lar edi. "Ya Abu Bakr, uyingizga ham biror narsa qoldirib keldingizmi?" deganida, "Ha, bundan yaxshirog'ini qoldirib keldim." Hamma pulini olib kelgan. "Nimani qoldirib keldingiz?" dedi. "Uyga Alloh va Rasulining roziligini, muhabbatini qoldirib keldim" dedi. Mana muhabbat qanaqa bo'ladi. Shu bilan Abu Bakr Siddiq kambag'al bo'lib qoldimi? Mana shu yerda bir bizga qiziqda, hamma yo'g'ini olib kelib berdi. Kambag'al bo'lib qoldimi? Demak, Allohga oshiq banda borlig'ini beradi Alloh va Rasuli uchun. Allohning dargohida mahbub bo'lishning yo'llari bor, birodarlar. Alloh bizga muhabbat qo'yish uchun birinchidan Qur'onni ma'nolarini tadabbur bilan, tafakkur bilan o'qishlik, ilm o'rganishlik. Mana ilm o'rganyapmiz hozir mashada. Muhabbat haqida ozgina bir narsa o'rgandikmi? O'zimizni tekshiryapmizmi shu narsa bilan? Menda jinday ozroq ekan. Menda vobshe yo'q ekan muhabbat unaqa bo'lsa. Mana shu ilm, birodarlar. Yana Alloh uchun nafl amallarni bajarishlik. Va ma yazalu abdu yataqarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibba. Bandam deyapti Alloh. Nafl amallarni qilib boraveradi, nafl amallarni qilib boraveradi, farzlarni qilib bo'lgandan keyin men shu bandani yaxshi ko'rib qolaman deyapti. Sunnat namozni o'qish, nafl amallarni qilish degani. Sunnatni o'qiradi, nafl ro'zani tutaveradi, sunnat amalni qilaveradi, sunnat namozni o'qiradi, men yaxshi ko'rib qolaman shu bandamni deyapti. Yana davomiy zikrda bo'lish. Ya ayyuhallazina amanu zkurulloha zikron katira. Ey iymon keltirganlar, Allohni ko'p eslanglar. Mana hozir Allohga nisbatan muhabbatingiz qanday ekanligini tarozisini aytaman hozir. Allohning muhabbatidan nasibing zikrdan bo'lgan nasibingga barobardir. Kim Allohni ko'proq zikr qilayotgan bo'lsa, muhabbati baland ekan. Kim Allohni kamroq zikr qilayotgan bo'lsa, muhabbati Allohning muhabbatidan nasibing zikrdan bo'lgan nasibingga barobardir. Qancha bo'lsa zikringiz, muhabbatingiz ham shuncha ekan. Bir kunda necha marta Alloh deysiz? Necha marta la ilaha illalloh deysiz? Necha marta astag'firulloh deysiz? Necha marta hasbunallohu va ni'mal vakil? Necha marta la havla va la quvvata illa billah deysiz? Qancha aytsangiz muhabbatingiz shuncha baland ekan. Nima degani bu? Til to'xtamasin zikrdan degani. Til to'xtamasin, muhabbatingiz baland bo'lsin, qalbingiz Allohga topshirib qo'ying, Alloh taolo sizga hamma ne'matlarni ato qiladi. Zikrga bog'liq bo'lyapti sizni so'rayotgan narsangizni kelishligi. Allohning muhabbatidan nasibing zikrdan bo'lgan nasibingga barobardir. Muhabbat belgilaridan havoi nafs yengib turganida o'zing xohlagan narsani emas, Allohni xohlaganini qilishing. Mana chanqab turibsiz, ichkisiz kelyapti, nafsiz ovqat yegisiz kelyapti, lekin nima qilyapsiz? Yemayapsiz. Muhabbatning belgisi. Muhabbatning belgisi. Yana bitta bir belgisi Allohning yaxshiligi, ihsoni va marhamatini mushohada qilish, eslab turish. Va in ta'uddu ni'matallohi la tuhsuha. Allohning bergan ne'matlarini sanasanglar, tamomiy yetkaza olmaysizlar. Muhabbatning belgilaridan qalbning siniq bo'lishi. Insonning Allohga bo'lgan muhabbati ko'paygani sari qalbi siniq bo'ladi. Allohning huzurida qalbingiz siniqligi ziyoda bo'ladi. Muhabbatning belgilaridan bittasi Allohga sodiq, haqiqiy oshiqlar bilan birga o'tirishingiz. Mana shunday majlisni yaxshi ko'rishingiz. Mana shunday odamlarni yaxshi ko'rishingiz. Agar siz dunyo ahllarini yaxshi ko'rayotgan bo'lsangiz, ular bilan birga o'tirishni yoqtirayotgan bo'lsangiz, siz hali muhabbatdan uzoq ekansiz. Siz yaxshi ko'rayotgan majlis sizni kimligingizni bildiradigan alomatlardan bittasi. Agar Allohga oshiqlardan bo'ladigan bo'lsangiz, sizni Allohdan to'sadigan, Allohdan hijoblaydigan narsalardan qochasiz. Agar vahiy kech qolib qolsa, Rasululloh sollallohu alayhi vasallam xavotir olib aytar ekanlarki, ey Oysha, men o'zim bilmasdan
sadaqa xurmosidan yeb qo'ydimmikin der ekanlar. Qanday balo kunda tug'ilgansan? Nimaga onangga o'xshamaysan? Qanaqa bir odamsan? Demasdan ota, o'zimdan o'tib qoldimikin? Shu ikki o'g'lim yaxshi, men uchinchisi jindek qanaqa chiqib qoldi? Deganda bu bolani ayblayvermang. Amaki, bu ham o'sha sizning xotiningizdan, sizdan bo'lgan bola edi. Mana akalarning ukasi edi. Nimaga shunaqa bo'ldi desa, o'zidan qidirar ekan oshiq odam. Mendan o'tib qoldi-yo. Mana shular siz bilan bizni Allohga muhabbatli bo'lishimizni sabab ishlardan edi. Alloh azza va jalla o'zi yaxshi ko'rgan, Allohga oshiq bo'lgan, muhabbatli, haqiqiy sodiq bandalardan bo'lishimizga o'zi tavfiq bersin. Chunki biz har qancha muhabbatli bo'laman deb harakat qilmaylik. Har qancha o'zimizni jonimizni qiynab bir amallarga o'zimizni urmaylik. Agar Alloh yo'lamasa, Alloh qo'llamasa, biz hargiz muhabbatli bo'la olmaymiz. Aqulu qawli hada va astagfirulloh